Xo'sh, nima qilsam ekan? Bir ko'chaga chiqaylik. Xo'sh, salom chiqdi, yaxshimisan, sizmisan? Mana yaxshiman. Bu nima gap? Menda ham yaxshi. Gazlarga qarab qo'yarsanmi? Qaravermay, rahmat. Menga ham qarab qo'y, xo'pmi? Mana ko'rgandek bo'ldim moshitda, do'stlar. Lekin sizlar bilan salomlashmayapman-ku, ha? Hozir. To'xtang, salomlashib olaylik. Hello YouTube do'stlar, sizlar bilan mazmur Minecraft. Vallahi yaxshimisizlar, tuzimsizlar, ishlar bo'lyaptimi, do'stlar, ketyaptimi? Xo'sh, nima qilsak ekan? Men nima qilishni bilmayapman. Yetganimda ko'chada nima qilishni bilmay aylangach ketib turdim. Nima qilishni bilmay. Do'stlar, aytgancha obunachilar mana bu qanaqa uy deb so'ramanglar do'stlar. Nima do'stlar? Ana menga merga uy qurib berdim videosini kanalda oqtarib topsangiz do'stlar ko'rasizlar. Qanaqa uy qayerdan keldi shuni bilib olasizlar obunachilar. Obunachilarga men sizlarga bitta maslahatli ishim bor edi. Nima deysizlar? Men Minecraftning aytgancha kim bilmasa Minecraftda Bedrock va Java versiyalari bor. Endi Bedrock telefon uchun bo'lsa, Java kompyuter uchun mo'ljallangan. Men Javaning kompyuter versiyasini o'rnatib telefonga olaman. Sizlarga oddiy shu turgan videolarni yoqyaptimi yoki o'shanda ham bir video olib ko'raymi, nima deysizlar? Keyin obunachilar sizlar like va obunani ham bosib qo'yinglar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Qanchalik videoga like bosib kanalga obuna bo'lib, shunaqa qilib kommentariylarga ham omad motivatsiya qilsangiz, videolar tez ko'p chiqib turadi. Obunachilar, keyin obunachilar va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Negaki men o'zim do'stlar 75 ta obunachiga erishibman. Rahmat. Do'stlar, ozgina qoldi. Ozgina qoldi. Shundan keyin ham ozgina like'larda ham 20 tacha, 25 tacha like qoldi. O'shani ham yoqib bersangiz obunachilar 25 ta like yoqib bersangiz, obunachini 25 ta obunachi yoqib, qo'shimcha 25 ta obunachi yoqib bersangiz obunachilar 100 ta bo'lardik va men YouTube kanalga olishim mumkin edi obunachilar. Shuning uchun sizlardan iltimos, mening YouTube kanalga olishim uchun obuna bo'lib, kanalga videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentar yozishni do'stlar unutmanglar. Hozir ham agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz yoki kanalga yangi bo'lsangiz, hozir ham videolarga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni do'stlar so'rab qolgan bo'lardim, iltimos qilgan bo'lardim. Obunachilar, obunachilar nima qilishni bilmayapman. Mana menga obunachilar biron bir challenge yozib qolsangiz, qilib ko'rishga harakat qilib ko'raman obunachilar, biron bir challenge. Va'da bera olmayman-ku, harakat qilib ko'raman, challenge yozib qoldiring. Masalan, ba'zi YouTuberlarga obunachilari zombilarni o'ldirish yoki qanday xavotir qilishib endi o'zingiz xohlagan biron bir challenge yozib qoldiring. Qo'limdan kelgancha menga yoqsa o'sha aytgan challenge'laring qo'limdan kelgancha bajarishga harakat qilaman obunachilar. Keyin hali aytgan gapim 100 ta obunachi bo'lib YouTube kanalga olishim uchun do'stlar sizlar ham poddeshka qilib yuboringlar. Obuna bo'lib, like bosib, videolarga, kanalga obuna bo'lib, sizlar ham do'stlar iltimos poddeshka qilib yuboringlar. Men ham YouTube kanalga olay. Obunachilar bo'lsa erta bo'larsin. Ertada bir hozir bir uxlaylik, hozir erta bo'larsin. Nima qilamiz? Nima deydi? Biron bir joylarga aylanib ko'ramiz. Qishloqda bir aylanamiz. Uxlaymiz. Obunachilar turdik. Endi aytganimdek aylanib kelamiz bir. Kiyimlarim bor deb aytdim, qani olaylik-chi. Hakim bilan kimdir bilan jang qilib kelamiz. Hoppa. Buni do'stlar sal chekkaroq qo'yib olaylik. Qulayroq bo'lishi uchun. Deysa biz aylanib kelamiz. Shaxtaga tushishim yo'q. Hozirchalik.
Obunachilar videoga like bo'lsa kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Men YouTube 100 ta bo'lishimiz kerak biz. Keyin men YouTube knopka qo'limga ushlab ko'rishim, qo'limga olishim kerak. Tashqi YouTube knopka olishim kerak. Uchun obuna bo'lib qo'y. Obunachilar, voy, yuragim ushlab ketdi. Hozircha tush ko'tardimmi? Qorong'u qorga keyin chiqolmay yurardim. Qiynalib, yaxshi bitta sog'lashamiz. Obunachilar, bir o'zimizga obunasi kelaylik-da. Uyimizga o'zi ovqat qilmabdi. Agar sotib olsak bo'ladi, lekin farqi yo'q. Muhimi hech kim qo'ymasa bo'ldi. Ko'rsam nima desa kerak, uncha mer indormaydi. Bizim yer yaxshi. Hech qanday joy ekan, amayli. Ketdim men de uyga. Voy, oyog'im. Qayerga bordim ey? Oyog'im. Qayerga bordim? Voy. Oyog'im yomon o'ryapti. Yomon oyog'im qayerga bordim ey? Obunachilar, boy va kambag'alga men bilan kimdir qatnashmoqchimi yoki yo'qmi, shuni kommentda yozib qoldinglar. Keyin sizlar bilan biror bir seriallar olmoqchiman. Shuni ham sizlar serial olaymi yo'qmi, shuni ham bir yozib qo'yinglar kommentariyada, shunga qarab nima qilib ko'raman obunachilar. Hozir birinchi o'rinda nima bizga qarab olishimiz chiqib qoldi, bizga qarab qo'ydik. Yo'q esa uni solib qo'yamiz. Mana hattoki qo'rqma bilan bo'lib. Qornim ochib qolibdi. Sizlar bir noy solsak, nima qilib yeymiz taxir. Yo'lga pishirib olsak yaxshi bo'lardi, anaqa qilamiz. Endi masaqa siqqinida uyimizdan o'zi sovuq qoladi salpal. Pechga qamiz yaxshi bo'ldi. Uyimiz tavsiya isiydi. Pechgan oldicha sig'aga. Faqat o'ta yaqinam o'yda spitaman. Bundaroq turaveraman. O'zi yaxshi pechga mana oyog'im ostida, oyoq tomonimda. Oyog'im siqqina yotadi. Mazza, do'stlar, mazza qilamiz. Endi agrodimizga qarab qo'yaylik. Hoppa. Qilib. Uyga. Ikkita. Demak, faqat bug'doy ekamiz. Hammasi o'zini o'rnida bo'lishi kerak. Bitta joyga ekib keta olmaymiz, to'g'rimi? Mana chotgina birga bug'doy faqat. Shu yetarmikan desam, mayli, bu tomonlarda yetqizamiz. Bitta qishib ketdimi? Mayli. Dedim tushgan bo'lishi mumkin. Suvda ham shuning uchun bir tekshirib ko'ramiz. Ketam tushyapti-yu. Tuzga qarab qo'ymasak bo'lmaydi. Tushib qolsa. Bu faqat bug'doy joyi bo'ladi. Ikkita joy bug'doy bo'ladi. Bu tomon esa buni qaranglar, obunachilar, buni joy bilan buni joy bug'doy bo'lsa, bu tomon kartoshka bo'ladi, bu tomon esa nima deysizlar, sabzi bo'lsinmi? Sen do'stlar yozib qoldinglar, yozib qoldirmagan ekansizlar. Mayli, vaqtni yozib qolmasizlar. Yozib qoldirganingizcha siz kartoshka ekib turamiz. Bularga tegmaymiz, chunki ular o'sgan yo'q hali. O'sganlarni olib qo'yamiz. Bu yerda ham qolmadi. Voy, tushib ketdim suvga.
bo'lsa men bug'doy demoqchi edim. Digital, rahmat digital qochib tur endi. O'zimnikini ham bir olay. Menga ham hosil kerak. Lekin o'sha digital ekib qo'yaver. Ma'lum emas ekib qo'yasiz bo'pti. Mayli ekmagan kelsa o'zi ekib qo'yay. Vah. Men do'stlar shunaqa nima deydi zo'r qo'shnilarim borda, rahmat digital. Orzu berasiz bora. Odam seni ham menikiga ekib qo'ygansan, ko'p safar men ham endi senga ekib qo'yishim kerakligini baribir. To'g'ri. O'tgan safar men unikiga yordam berdim, endi u menikiga yordam beryapti. Mayli bo'lgan taqdirda rahmat qilardim. Bu safar kartochkadan 63 ta pastga uslab bir staga. Mana shuncha bo'ldi. Mana. Pastga bir stak, o'zi bir dona kam bir stak kartoshka bo'ldi. Wow, hosil yaxshi bugun. Kechagilardan ko'ra. Kechaga 5 ta, 10 ta, 20 ta bo'lsa bir stak. Undan 18 ta, bundan 14 ta. Wow, bunachalar hosil yaxshi bugun. Yerga ham qanchasidir berishimiz kerak. Hammasini bersa ham bo'ladi, lekin o'zimizga ham aslida mana shu o'zimizga eski 5 tamizni berib qo'yamiz buni. 12 tacha 13 ta berib qo'yamiz bundan esa. Mayli. 10 ta beraylik. O'zim mayli bundan Jakobsiga ko'p kelmas u. 23 ta berib qo'yamiz. Men o'zim setamki. Merbobo deyman. Meraka deb ketamizmi? Janob mer. Do'stlar, yana nimagadir mer yo'q, a? Men yana nimagadir yo'q. Do'stlar, chekda chekib ketamiz. Hammasi bitta daqqa tashlaymiz. Bo'ldimi? Endi buni tashlaymiz do'stlar. Bo'ldi, endi biz do'stlar biz ketamiz. Merni nimagadir hali ham uyda yo'q, a? Mer hali ham uyda yo'q, mayli. Tashlab qo'ydik, endi o'zimiz ketaveramiz. Bo'lachilar, endi biz ketdik. Shu yerdan bir narsa to'g'rab qo'yish kerak, o'tishdan noqulay. Endi mana nima tegamizmi, shuni qo'yaylik. Joy shetamdi o'zi. Hammasi joyga chalkashib ketdi. Mayli. Bitta pishganda yevordik. Oyda ikkita to'g'imiz nima qilyapti-kina? Voy qo'limda ochiq aka. Bitdimi? Tezroq kirib olishga o'zim qochib ketish mumkin. To'g'ri bir narsa to'ldirib qo'yish kerak. Shu bitta joydan loy olish kerak-da. Voy, ololmayapman. Qanaqa chiqaman endi olaman. Bitta bitta. To'g'am hozir shuni bosam. Va ulgurlar. Loy endi shuni do'stlar shu desam, endi nima qilishimga to'la ko'payib qolibdimi? Qo'shniga chiqmadim. Yo'q, o'zimiznikimi? O'zimiz ko'paygan bo'lsa bo'lmaydi, qo'shniga bo'lsa kerak. O'nta. Qo'shni yo'q, tag'in chiqmasdi. To'g'ri o'zimiznikimi bilmadim endi-da. Do'stlar, endi biz uxlaymiz. Turdim obunachilar. Obunachilar o'zi bo'ldik. Obunachilar o'zi video ham ko'p ham bo'lmadi, qisqa ham bo'lmadi deb o'ylayman. Do'stlar, menimcha yaxshi bo'ldi video. Do'stlar, bir xayrlashib olaylik. Bo'pti do'stlar, sizlar bilan men qisqa vaqt ichida asmar Minecraft bo'ldim. Ilgari videolargacha ko'rishguncha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang do'stlar. Hali aytganimdek, men yaqinda 100 ta bo'laman va YouTube knopka olishim kerak. 100 ta bo'lishim shart va YouTube knopka olishim shart obunachilar. Shartam deb deyman. Ishqilib olsam yaxshi bo'lardi. Iltimos meni podpishka qilib yuboringlar. Obuna videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariy yozib meni podpishka qilib yuboringlar. Omadli yozib ketish va chelcha yozib keyin haliga gaplarimga kompyuter bersam, oddiymi haliga gaplarimga haliga bergan savollarimga javob yozib keting do'stlar. Sizlar bilan qisqa sizlar Minecraft bo'ldim. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Men 100 ta bo'lishim
kerak va albatta YouTube kanaliga olishim kerak. Bo'pti obunachilar. Video tugadi.